Ichmayman degansiz-ku, nima qilganingiz bu? Pul ber, og'ayni pastda kut. Nima qilganingiz bu? Pul ber, og'ayni pastda kutyapti. Pul yo'q, pul. Urmang bolani. O'tiga tepib deb qaydan kelasin ko'rmadingda qaytib kelmaydi endi. Sanga achilaman. Onasimsan. Boshqa normal puldorini top, uylan. Puldoridan topish kerak. Menga anaqa idish tovoq yuvadigan, pul artadigan xotin kerak emas. Ma'nosini ma'nosini bilasan? Bilmadim. Ma'nosini ma'nosi davron surib, kayf qilib yursin degani. Shuning uchun puldor xotin topsin. Uylanaman. Normal variant bormi lekin. Bugun ham men sani pulingga ichaylik. Bu meni butikota. Olib chiq. Olib chiqsan. Chiqmadi. Endi nima qilaman? Yo, ukamnikiga borsamikin? Kana qornim ochganda biror ovqatingiz bormi? Ovqatmi? Ovqatni oyijoningiz kelsada o'zlari chiroyli qilib pishirib beradilar, xo'p? Bir kam endi san tekin tomonga ovqat qilib berishim qoldi. Yo'q. Ukamni tinchini buzmaganim yaxshi. Singlim nima bo'ldi? Kech bo'lib qoldi. Avtobus yo'nalishlari ham to'xtadi. Nima qilib o'tirsiz betda bolangiz bilan? Boradigan joyim yo'q. Oilaviy sharoitim shunaqa. Bola bilan ko'chada qoldik. Qo'lingizda nima ish keladi, singlim? Farroshlik qilganman, opajon. Singlim, men bu yerda tikuv sexi bor. Xohlasangiz o'sha yerda gaplashib beraman. Yotib ishlasangiz ham bo'ladi, qo'lingizga pul tushguncha. Hozir borsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Bolam bilan borsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bolajonim? Bolajon.